Ko'rganingizdek, bu stend amortizatori ishlash jarayonini ko'rsatib beradi. Bizni bilasizmi, Carvel kompaniyasining trelli amortizatorlariga 2 yilgacha kafolat beramiz. O'sha narsani mana shu stend orqali tekshirishadi. Ya'ni amortizator ishlaganda kompyuter orqali buni nosoz yoki sozligini aniqlab beradi. Bizga o'xshab o'tirib, boshliq o'tirib tekshirib kelmaydi. Buni stend orqali gapirar ekan akalar. Ko'rganingizdek, mana bu qizil kichkina aylana birinchi tekshirayotgan poloshenada, mana bu kattalashgan poloshenada bo'layotgan muammo. Mana bu uni instruksiyasi, ya'ni bunda mana bu kichkina liniyada ishlayotganda muammo yo'q, katta liniyada ishlaganda shtokida ozgina muammo bor deb ko'rsatib berdi bu ustoz. Shu orqali mana birak-birakmasligini aniqlasa bo'ladi. Masalan, bizda birak bo'lib qaytib kelgan narsalarni mana shu stendga qo'yib turib, okalarimizni tekshirib, sinovdan o'tkazib, yana qaytadan zavodga berib yuborishadi. Ya'ni nimasida muammoligiga qarab, shu muammoni to'g'rilashga harakat qiladi. Ma'lumotimiz foydali bo'lgan bo'lsa, okalar, videoga bitta like bosib qo'yib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar.